Assalomu alaykum aka. Bugungi kunda BigoLife platformasida kunlik dohod yetish uchun verifikatsiyadan o'tish kerak bo'ladi. Verifikatsiya bu shaxsni tasdiqlovchi pasport orqali bo'ladi. Shunga iloji boricha diqqat bilan e'tibor beringlar. Bu ko'pchilikka kerakli narsa. Har bitta detallarga e'tibor beringlar. Shu qaranglar. Ya'ni birinchi etap tvorческий sentrga kiramiz. Tvorческий sentrga kirgandan keyin status moyego kontrakti degan joyni bosgandan keyin проверка degan joy bor. Проверкani bosasiz. Mana bunaqa ko'rinishdagi narsa chiqadi. Соглашение ведущего degan joyni bosib, anketa chiqadi. Strana degan joyga O'zbekistonni belgilaysizlar. O'zbekistonni topib olganimizdan keyin telefon nomerini joylashtiramiz bu yerga. Telefon nomerini joylashtirgandan keyin elektron adresni yozamiz. Ya'ni Gmail kodlarimiz, Gmail pochtalarimizni yozamiz. Dalil tugmachasini bosib, keyingi etapga o'tamiz. Qaranglar, mana shu yerda mana shu danliklarni полностью to'ldirish kerak, xatosiz. Birinchisiga demak, strana degan joyga o'sha O'zbekistonni belgilaymiz. O'zbekistonni belgilaymiz. Kod подтверждения, imya dokumenta, tip. Qaranglar, ikki xil pasport bor. ID kart bor, oddiy pasport bor. Shuning uchun o'sha qaysi sizlarda bo'lsa, o'shani belgilaysizlar. Keyin pasport срок действия dokumenti degan joy bor, qaranglar. Mana shu yerda tugallan, ya'ni pasportni amal qilish muddati qachongacha shu narsani belgilaysizlar. 18.03 bizada. Tak, keyingi etap. Kod подтверждения, SMS kod keladi. SMS kodni kirgizamiz. Введите полное имя degan joyga qaranglar, qizil bilan belgilab yozib qo'yibdi. Пожалуйста, введите свой полное имя, как в документе deyapti. Ya'ni dokumentda qanday bo'lsa shunday kirish kerak. Включая отчество deyapti. Ya'ni отчествоsi bo'lsa, demak отчествоsi bilan birga kirish kerak. Boshladik. Hasanov. Demak, введите номер документа degan joyga, ya'ni seriya nomerini yozasizlar. Biz seriya nomerini maxfiy holatda ko'rsatamiz. Keyingi etap pol degan joyga shu mushina bo'lsa mushina, женщина bo'lsa ayol kishi bo'lsa ayol kishini belgilaydi. Пожалуйста, введите дата рождения degan joyga tug'ilgan kunini belgilaysizlar. Так, bizda 95-yil, 12-число. 19-oy. Так. Mana bu holatda 3 ta rasm kirgizish kerak. O'sha rasmlarga e'tibor beringlar. Qanaqa holatda rasm bo'ladi? Faqat ichidagi yozuvlari aniq va tiniq ko'ringan bo'lishi kerak. Birinchisi rasmlik joyi, ikkinchisi tepa qismi, agar ID karta bo'lsa orqa qismi bo'ladi. Uchinchisi qo'lda ushlagan holatdagi. Faqat yozuvlari tiniq va aniq ko'rinishi kerak. Agar xira bo'lsa yoki ko'zga ko'rinmasa, ichida nima yozilganligi bilinmasa, отказ keladi, yana qaytadan to'ldirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham bir marta qilinglar. Keyin 5 sekundlik video qo'yiladi. U yoqda o'zlaringizni yuzlaringiz ko'rinishi kerak, ko'ringan bo'lishi kerak. O'sha 5 sekundlik videodan keyin mana bu galочкani bosib, dalil tugmasini bosasizlar. Keyin mana shu etapga kelgandan keyin ko'pchilik tushunmaydi, aka nima qilaydi? Qaranglar. 3-chi kontrakt. Bu yerda kontrakt соглашение yozilgan narsalar bor, shuni o'qib chiqqan holatda bo'lishi kerak. Mana shunday pastdan tepaga ko'tarasizlar, o'qib chiqasizlar. Ya'ni nima yozilganlarini o'qib chiqish kerak. Mana oxirigacha qilmasangizlar, mana pastdagisini ham keyin yana bir marta o'qib chiqqanday qilib qilasizlar. Keyin соглашение degan yozuv chiqadi. Mana shu соглашение bosasizlar. Bo'ldi, mana shu holatni screenshot qilib qo'yamiz. O'sha odamga jo'natib qo'yamiz. Hammaga rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Joninglar sog' bo'lsin. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar.